Mutolaa 9 dangasa. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda 10 ta aka-uka qarindoshlar bor ekan. Ularning 9 tasi dangasa, bittasi abjir. Hammasining kasbi arava-soz ekan. 9 dangasa shahar bozorining o'rtasida bir abjir bo'lsa, shaharning bir chetida yashar ekan. Shahar o'rtasida yashovchi dangasalar kamharakatlikdan bir kunda bir aravani zo'rg'a yasar ekanlar. Shahar chetida yashovchi bir abjir bo'lsa, bir kunda 9 ta aravani yasar ekan. Kunlar o'taveribdi. Bozordagi xalq 9 dangasa yasagan arava yomon deb, bir abjir yasagan aravalarni juda yaxshi deb maqtar ekanlar. Bu maqtov og'izdan og'izga ko'chib, birga ikki qo'shilib abjir aravalarni narxini oshirib, dangasalarning aravalari narxini pasaytiribdi. Borib oxiri dangasalarning aravasiga xaridor topilmay qolibdi. 9 aravasozning boshi qotibdi. Ular xayolga cho'mibdilar. Kunlarning birida dangasalar boshlarini quyi solib, bellarini bukib arava sozlayotganlarida ulardan biri sheriklariga qarab, "Topdim!" deb qichqirib yuboribdi. 4 dangasa mix qotgandek, 3tasi g'ildirakni, bittasi to'qmoqni ko'targanicha qotib qolibdi. "Hozir borib abjirni ishga solaman, ishimizni maqtayman", debdi haligi. "Har birimiz kuniga 9 aravadan 9ovimiz 81 arava yasaymiz deyman. Pulimiz ko'pligidan nima qilishimizni bilmay qoldik. Seni sherik qilishni lozim topdik. Yur biznikiga. Bu yerda ter to'kib, kulfat tortib yurma. Ukamizsan. Bizning uyga borib oyog'ingni uzatib yot deb aytaman. U ko'nadi. O'zim bilan birga olib kelaman. Bir necha kun bizda turadi. Bu vaqt ichida aravalarimizni pullab olamiz. "To'g'ri aytasan", deb ikkinchi dangasa, abjir yasagan aravalarni ham o'zimiz chiqarib sotamiz. Bu maslahat dangasalarga ma'qul tushibdi. Shundan keyin ularning biri abjirnikiga boribdi. "Abjir uka, biz senga ancha achinyapmiz. O'ylab qara, bir non bilan qorning to'yadi-yu, sen bo'lsang ertadan kechgacha tinmay ter to'kasan. Nima azob. Qo'y bularni, biznikiga yur. O'zing bilasan, 9 aravasozmiz. Kuniga 81 arava qilamiz. Aravalarimizni narxi joyida. Yur, biz bilan birga bo'l." Dangasa u deb, bu deb, xullas ko'ndiribdi. "Borsam bora qolay", debdi abjir. O'zi yasagan 9 aravaga mol-mulkini orttirib, dangasalarning uyiga ko'chib boribdi. Dangasalar unga alohida uy ajratib beribdilar. Shundan keyin abjirning uyiga har kun mehmonlar kela boshlabdi. Akalar ham ziyofatning quyug'ini yer ekanlar. Oradan ancha vaqt o'tgach, abjirning puli tugab qolibdi. U ko'p o'ylab turmay uyidan arava tuzatmoqchi bo'libdi. Ammo abjirni kuzatib yurgan dangasalardan biri uni o'zlari bilan birga ishlashga ko'ndiribdi. Birga ishlay boshlabdilar. Yozning issiq kunlari ekan.
Dangasalar issiqni vaj qilib o'zlarini salqinga uribdilar. Ish boshida Abjirning yolg'iz o'zi qolibdi. Ammo u tinch turmay peshonasini tang'ir olib ishini davom ettiraveribdi. Kechqurun aravalarni sanab chiqibdi. Bir o'zi yasagan arava 9 ta, dangasalar yasagan arava bitta. Hammasi 10 ta emish. U ajablanibdi, lekin indamabdi. Bozorda dangasalarning aravalarini hech kim olmabdi. Abjir yasagan aravalar esa qo'lga tegmay birpasda tamom bo'libdi. Abjir avval achchiqlanibdi, keyin dangasalarni yaxshiroq ishlashga o'rgata boshlabdi. Ammo dangasalar bo'yinlari ishga yor bermas ekan. Abjir ishyoqmaslarni tashlab ketibdi. Dangasalar endi nima qilsak ekan deb ko'p o'ylashibdi. Biri yana hiyla topib, nari-beri ishlayotgan sheriklariga qarabdi. "Topdim!" deb baqiribdi. Dangasalarning biri qoqqancha 6 taza arava o'qini g'ildirakka solmoqchi bo'lgancha va bittasi to'qmoqni ko'targancha qotib qolibdi. Bugun kechasi Abjir yasagan aravalarga o't qo'yamiz. Ertaga bozorda bizning aravalardan boshqa arava bo'lmaydi, narxi ham oshadi, debdi haligi dangasa. Ular kechasi Abjirning aravalariga o't qo'yib yuborishibdi. Abjir uyda yo'q. Arava pullarini yig'gani qishloqqa ketgan ekan. Ertalab eshagiga minib bir hurjum tilla bilan uyga qaytayotsa, yo'lda tanish yo'lovchini uchratib qolibdi.